Bugun jahon chempioni Bahodir Jalolov mahallalariga yetib kelganmiz. Manzilga aniqlik kiritadigan bo'lsak, Qibriy tumani Do'rmon Sanif mahallasi. Katta yo'ldan atiga 50 metr kirganda shu 3 ta shinam hovlimizni arzon narxlarda sotuvga chiqdi. Hovlilarimizning fasadi 11,5 metr bo'lib, har biri 3,7 sotuv umumiy maydonga ega. Uyimiz 3 qavat va har bir qavati 145 kvadratdan. Kirish qismida kattagina avtomatik darvozalar qo'yilgan garaj, odam kirib chiqishi uchun kalitka va umumiy sanuzel joylashgan. Hovlimizda juda ham keng, ikkita tomonda zeleniy zona qoldirilgan. Fasad qismimizda polностью qorasuvoq qilingan va Engelberg firmasiga tegishli termo eshik romlari qo'yilgan. Uyimizning ichki qismiga kelsak, korobka holatida va afzalli tomoni xonalarga bo'linmagan. Sotib oladigan odamlar o'zingizlarga moslab, xohlagan planirovkalarda xonalarga bo'lib, shinam remont qilib ko'chib kirsangiz bo'ladi. Podvalimiz splashnoy, uy ichidan ham, hovlidan ham kirsa bo'ladi. Havo aylanishi hamda quyosh tushishi uchun uyimizda orqa hovli qoldirilgan. Quruvchi akalarimiz insof bilan sifatli mahsulotlardan qurib bitkazishgan. Kelib ustida ko'rsanglar yana batafsil ko'rsatib tushuntirib berishadi. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga joyladik va pastda qoldirilgan raqamlar orqali egalariga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Havosi toza, tinch mahalladan hovli so'ragan tanishingizga yuborib qo'yishni unutmang.